qaram qilib qo'yadigan san'at. Clive Christian'dan Addictive Arts kolleksiyasidan 2026 Out of the Blue parfyum haqida gaplashamiz. O'zi bu kolleksiyani bundan oldin ikkita atri bor edi. Ko'pchilik yaxshi ko'rgan Clive Christian Jump and Kiss Me degan kolleksiyasidan, u ham Addictive Arts. Ikkitasi, bittasi Gedenostik, bittasi bo'lsa Estatik. Ikkalasi ham hit darajasiga chiqib ketgan. Haqiqatan ham zo'r atirlar. Ana endi ularning orasiga mana 3-inchisi qo'shilyapti. To'g'risini aytsam, men bu atirni o'zim Apsani do'konida ko'rganman. Juda ham super darajada. Haqiqatan ham atirlar olamida Clive Christian o'zini juda ham bir boshqacha premium o'rni bor. Ya'ni bu parfyum boshqa parfyumlarga qaraganda anchayin premium segmentiga parfyumlarni ishlab chiqaradi. Ko'pchilik yaxshi biladi. Angliyaning qirolli oilasi uchun maxsus atirlar ishlab chiqaradigan brend Clive Christian hisoblanadi. Hozir sizlar bilan bu parfyumni ochamiz. Bismillah. Wow. Qaranglar, qanaqa hashamat flakoniga keladigan bo'lsa, bu parfyum 50 ml hisoblanadi. Mana bu qopqog'i bo'lsa, o'sha Angliyani qirolichalarini toj shaklida qilingan. Bu ham bejizga emas. Hozir sizlar bilan birgalikda bu parfyumni sepamiz va notalariga baho beramiz. Wow! Juda ham qimmatbaholigi bittada bilinyapti-da. Bu parfyumimizni yuqori notalarida kofe, qizil murch va anis gulini urug'i, o'rta notalarida bo'ladigan bo'lsa, apelsin guli, jasmin gullarini hidlari, doimiy notasiga keladigan bo'lsa, vanil, karamel, tutun hidlari uyg'unlashgan. Bu parfyumni men sizlarga har kuni ko'chaga sepib yurishga tavsiya qilmayman. Aynan nozik uchrashuvlar, kechki tadbirlar uchun mo'ljallangan parfyum hisoblanadi. Erkaklar va ayollar uchun mo'ljallangan, lekin men buni ko'proq erkaklarga tavsiya qilaman. Agar sizga ham premium va 100% original bo'lgan atirlar kerak bo'lsa, Ganis parfyum butiklariga tashrif buyuring.